Assalomu alaykum muhtariyliklar. Mana biz 5-yanvar kuni yangi loyihamizga start beramiz. Yangi innovatsion va texnik ishlanmalar bo'yicha yangi loyiha boshlaganmiz Yoshlar agentligi bilan. Hozir Marufxon akamizni o'zlari tushuntirib aytadi. Assalomu alaykum hurmatli muhtariyliklar, hurmatli yoshlar. Mana eng quyi qatlamda mana shu Oqdaryoda o'zi uyida shu innovatsion startap g'oyalarni ishlab yotgan yoshlarimizga yo'llanma murojaat bo'ladiki, bugungi kunda mana shu startap g'oyalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha Yoshlar agentligining qoshida venture fondlar tashkil etildi. Ya'ni bu olaylik, agar g'oyasi o'sha kreativligi, ishonchliligi agar himoya qilib bera oladigan bo'lsa, shu yoshimiz startap g'oyasini, innovatsion g'oyasini butun o'sha tadbirkorda agar ishontirib investitsiya yoki olaylik kirgiza oladigan darajada g'oyasi kuchli agar oilalarimiz aniqlaydigan bo'lsak, ularni kelajakda o'sha 1 milliardgacha bo'lgan loyihalarni moliyalashtirishga biz tavsiya beramiz. Mana shu nimalar mana O'zbekistonda yaqinda e'londa o'zlaring ham ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. Kombinator butun dunyoda bor, lekin xuddi shuni o'z kombinatorda biz Yoshlar agentligi qoshida o'sha venture fondlarga bog'lab biz e'lon qildikki, o'sha innovatsion g'oyalardagi yaxshi iqtidorli yoshlarimizni biz izlab topib, ana shu venture fondlari orqali qo'llab-quvvatlab, uni loyihasini globalligini biz butun mana shu respublika orqali qo'llab-quvvatlashga harakat qildik. Agar siz startap g'oyada hozir g'olib bo'lsangiz, kichik loyihalaringiz bo'ladigan bo'lsa, uni ham e'tirof etamiz, tegishli sovg'alarni beramiz. Lekin agar eng zo'r kreativ g'oyani biz nimasini aniqlab olib respublikaga jo'natamiz. Agar respublika buni ma'qul deb topadigan bo'lsa, o'sha 3 mahal ovqat u yerda yotib to iqtidori o'sha qilayotgan g'oyasini qo'llab-quvvatlagancha bo'lgan xarajatlari Yoshlar agentligining o'sha venture fondlar orqali qo'llab-quvvatlanadi. Hamma yoshlar faol bo'lishiga biz chorlab qolamiz. Kimda agar qo'shimcha savollar, yana qo'shimcha tushunmovchiliklar bo'lsa, eshitishga tayyormiz. Yoshlar agentligi sizni qo'llab-quvvatlaydi. Xudo xolasa hammaga omad tilab qolamiz.